Assalomu alaykum hurmatli Maktub TV kanalining kuzatuvchilari. Bugun Maktub TV kanalimizning ilk mehmoni mazkur loyihamizda bugun Samarqand davlat pedagogika institutimizning 4-bosqich talabasi, yil talabasi 2025-yil laureanti Oxinjon Ergashev bo'ladi. Oxinjon, xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Oxinjon, bugungi kunda institutda amalga oshirilayotgan ishlar haqida, shuningdek va bugungi kungacha qanday yo'llarni bosib kelyapsiz? Siz haqingizda juda ko'p yaxshi gaplarni, siz erishgan yutuqlarni hozir gaplashib o'tdik. Shu bo'yicha o'zingizni fikrlaringizni bemalol bugun bo'lishamiz degan umiddaman. Rahmat savol uchun. Avvalambor ushbu loyihaga omad tilab qolaman. Avvalambor bu loyihaga meni hurmat qilib chaqirganingiz uchun sizga tashakkur bildiraman. Albatta loyiha bardavom bo'lsin. Bugungi kunda institutimizning erishayotgan yutuqlari va shu institutda tahsil olayotgan talabalarni nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro maydonda erishib kelayotgan yutuqlari salmoqsiz. Chunki o'zim 2022-yil mana shu institutga bakalavrga 1-kursga o'qishga qabul qilinganman. Hozirgacha shu institutda tahsil olib kelmoqdaman va 2025-yil talabasi nominatsiyasi bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritdim. Albatta har bitta muvaffaqiyatni boshida o'ylaymanki, bizni ustozlarimiz chekkan zahmati, bizga bergan bilimi, tarbiyasi va bizga singdirgan mahorati juda ham katta deb o'ylayman. Chunki eskidan qolgan bir maqol bor: ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'g'riladi. Xuddi shunday. Sizga shuni aytib o'tmoqchi edim, Oxinjon. Biz yaxshi bilamizki, albatta talabalar orasida institut yoshlar ittifoqi deb agar aytadigan bo'lsak, bevosita bu tashkilot haqida ham talabalarning ancha-muncha xabarlari bor. Bu borada aynan yoshlar ittifoqi tizimida sizning faoliyatingiz qay darajada ketyapti? Shu haqida ham biroz to'xtalib o'tsangiz. Yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkiloti bu har bitta talabani menimcha faoliyatga undaydigan, o'zini kashf qilish uchun yaxshi maydon deb hisoblayman. Chunki bu faoliyatda 2 yildan buyon faoliyat olib bormoqdaman. Albatta yoshlar ittifoqi bu menga juda ham ko'p narsa berdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Yaxshigina bir jamoa berdi. Ushbu jamoada talaba sifatida kelgan bo'lsam, hozir o'zimni juda ham ko'plab shogirdlarim o'zimdan tahsil olib, shu bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida o'zining yangidan-yangi loyihalar ustida bosh qotirib, nafaqat institutimiz, balki viloyat miqyosida ushbu loyihalarda yaxshi natijalarga erishib kelmoqda. Juda yaxshi. Bugungi bizni Maktub TV kanalimizning an'anaviy savolini berishga ruxsat berasiz. Ya'ni bu an'anaviy savolimiz kanalimiz nomidan kelib chiqib tayyorlandi va Oxinjon, agar sizga imkoniyat berilganida, o'tmish va kelajakka maktub yozish imkoniyati berilganda kimlarga yozgan bo'lardingiz va qay mazmunda bo'lardi? Shu haqida biroz to'xtalib o'tsangiz. Hozir shunda ikkala maktub haqida ham qisqacha izoh berib o'tsangiz yaxshi. O'tmish haqida maktub yozadigan bo'lsam, endi har bir inson baribir yosh bo'ladi, yoshlikda ko'plab xato bo'ladi. O'sha yoshlik davrimdagi bolaligimga maktub yozardim va o'sha yoshlikda qilgan xatolarimni qilmasligim uchun, agar imkon bo'lganda shuning uchun ajoyib maktub yozardim va hozirgi kungacha qilgan xatolarimni, kamchiliklarimni qilgan bo'lardim. Ya'ni bolalikdagi yosh o'sha Oxinjonga maktub yozgan bo'lardi. Dars, saboq berish maqsadida. Yaxshi. Kelajakka kimga yozmoqchisiz? Kelajakka maktub yozmoqchi bo'lsam, albatta o'zimning orzularim juda ham ko'p. Ularning eng ichida zo'ri bir ko'nglimga to'yib qo'yganim kelajakka shu ota-onam uchun bir ajoyib maktub. Chunki ular meni yoshligimdan, chaqaloqligimdan mehr berib ulg'aytirgan. Hozirgi mana shu dargohda tahsil olayotganimda, mana shu yurish turishimda menga shart-sharoit qo'llagan yagona inson bu otam, onam. Har tomonlama qo'llab-quvvatlagan, hozirgi mana shu darajaga yetkazgan insonlar va albatta ota-onam. Insonlarga
maktub yozgan bo'lardim. Juda yaxshi. Chunki menga shunday imkoniyatlarni yaratib berganligi uchun mingdan ming rahmatlarimni, tashakkurlarimni yozgan bo'lardim. Rahmat kattakon. Sizni o'qish va ishlaringizga omad tilaymiz. Bugungi ilk sonida, ya'ni Maktub TV kanalimizning ilk intervyusida, ilk sonida ishtirok etganingiz uchun kattakon rahmat jamoa a'zolari nomidan va sizni o'qish va ishlaringizga omad tilayman. Marhamat, Maktub TV kanalining kuzatuvchilari uchun sizni so'zlaringiz, tilaklaringiz bor. Bu talabalarning ichida faqat talaba emas, shu yetishib kelayotgan yosh kadrlarga bir maktab sifatida qoladi bu loyiha deb o'ylayman. Yetishib kelayotgan yoshlar har biri o'z ustida ko'proq ishlasa, vaqtida keltirilgan o'gitlarni, vaqtiga keltirilgan tanqidlarni to'g'ri qabul qilsa, vaholanki oradan yillar o'tib mana shunaqa o'z natijasini ko'rsatadi degan umiddaman. Loyihaga chaqirganingiz uchun rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar, shuning bilan bugun bizning ilk sonimizni mana yakunladik. Barchangizni ishlaringizga omad. Bizdan uzoqlashmang, obuna bo'lishni unutmang.